auditoriya va biz uchun qisqa fursatlar ichida qadrli bo'lishga ulgurgan abonent jamoa. Men pedagoglar jamoasining birinchi spikeri Ruxsora Eniyozova bo'laman. Ikkinchi spikerimiz Shodiyona Abdullayeva hamda uchinchi spikerimiz Umriniso Mahmudova. Bugungi munozara o'yinimizning mavzusi iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq emas va bu o'yinda bizning pozitsiyamiz tasdiq. Haqiqatan ham iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq emas. Nimaga ekanligini esa biz o'z nutqimiz davomida isbotlab, manbalar bilan ko'rsatib o'tamiz. Demak, kesim kriteriyamiz mamlakatlarning qashshoqligi yoki boyligi ularning geografiyasi bilan emas, balki yaratilgan institutlar, qonun ustuvorligi va iqtisodiy erkinliklar bilan belgilanadi. Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Daron Ajemoğlu. Keysimiz 20-asrdan boshlab butun jahon. Demak, kalit so'zlarimiz iqtisodiy tengsizlik, odamlarning daromadlari va boyliklari o'rtasidagi mutanosiblik, inflyatsiya, pulning qadrsizlanishi, tovar munosabatlarini buzilishi. O'zbek milliy ensiklopediyasi 233-bet. Giperinflyatsiya, tovarlar narxining shiddat bilan oshib ketishi, pul birligi qadrining tushishi. O'zbek milliy ensiklopediyasi 329-bet. Keyingisi Gini indeksi. Bu iste'mol tengsizligini ifodalaydi. Iqtisodiyot va shaxs xo'jaligi taqsimotini muayyan bir taqsimotda qay darajada ekanligini ko'rsatib beradi. Bu manba databank.worldbank.org. Keyingisi kapital. Sarmoya o'z egasiga daromad keltirish xususiyatiga ega bo'lgan jami vositalar manbaidir, ya'ni mablag'idir. O'zbek milliy ensiklopediyasi K harfi 133-bet. Demak, birinchi argumentimiz iqtisodiy tengsizlik bir necha sabablari bor, ammo ularning orasida geografik joylashuv yo'q. Qaytaraman, iqtisodiy tengsizlikning bir necha sabablari bor, ammo ularning orasida geografik joylashuvlar yo'q. Demak, ular iqtisodiyotni tuzilishi va iqtisodiyotni tuzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Birinchisi iqtisodiy o'sishning nomutanosib taqsimlanishi. Ya'ni 2019-yil dunyo bo'ylab eng boy 1% odamlar jami boyligining 44%ni egallagan. Ikkinchisi texnologik o'zgarishlar va avtomatlashtirishga bog'liq. Ya'ni avtomatlashtirishga, ishlab chiqarish va sun'iy intellektning joriy etilishi ham malakali ishchilarning imkoniyatini kamaytiradi. Keyingisi mehnat bozoridagi nomutanosibliklar, yuqori va kam malakali ishchilar daromadini farqlari. Keyingisi esa to'rtinchi sabablardan biri bu soliq va iqtisodiy o'zgarishlar, uning adolatli bo'lishi, ya'ni bu narsalar iqtisodiy tengsizlikni keltirib chiqaradi. Geografik joylashuv emas. Manba Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot konferensiyasining to'plami 2025-yil 17-18-aprellardagi maxsus soni, ya'ni 5-sonining 314-betida sahifasida keltirilgan ma'lumotlar. Demak, isbotlayman. Venesuela geografik joylashuv jihatdan Janubiy Braziliyada, g'arb va janubiy g'arbda Kolumbiya, sharqda Gayana davlatlari bilan chegaradosh. Mamlakat neft, tabiiy gaz, temir rudasi, olmos, oltin zaxiralari bilan to'yingan bo'lsa-da, lekin ularning 2014-yildagi neft narxlari pasayib ketishi natijasida 2014-yil iyundagi 115 AQSh dollari 2016-yilga kelib 35 AQSh dollariga tushadi va bu inflyatsiya esa 800% ga yetadi. Bu esa geografik joylashuv jihatdan zo'r bo'lsa ham iqtisodiy tengsizlikni keltirib chiqarishini asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Keyingi argumentimni aytib o'tadigan bo'lsam, geografik joylashuvlardan to'g'ri foydalanish iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etadi. Demak, Singapur hech qanday foydali qazilmalarga ega emas. Ammo Singapur iqtisodiy va texnologik jihatdan peshqadam davlatlardan biriga aylangan. Manba geografiya.uz. Ya'ni
Men birinchi argumentimga rahmat Tankibir, birinchi argumentimga xulosa beradigan bo'lsam, geografiya bu bizni iqtisodiy tengsizligimizni belgilab bermaydi. Ya'ni biz geografik jihatdan zo'r joylashgan bo'lsak, iqtisodiy jihatdan o'samiz degani emas, yoki geografik jihatdan qashshoq bo'lsak, iqtisodiy jihatdan ham qashshoq bo'lamiz degan ma'noga kelmaydi. Men o'z nutqimga umumiy xulosa beradigan bo'lsam, yuqorida keltirib o'tgan davlatlarimiz yomon geografiya iqtisodiy qashshoqlikka sabab bo'la olmaydi degan fikrni ilgari suradi. Ya'ni bu degani iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq emas, aksincha insonning o'ziga bog'liq ekanligini tushuntirib beradi. Va men o'z nutqimni yakunlayman. Opponent jamoaning barcha chaparosti savollariga tayyorman. Hurmatli hakamlar hay'ati a'zolaridan bizning pozitsiyamizga ovoz berishlarini so'rayman. Chaparosti savollar uchun sizlarga ajratilgan vaqt 3 daqiqa vaqt ketdi. Assalomu alaykum hurmatli hakamlar hay'ati, Tankibir va opponent jamoa, tayyormisiz? Assalomu alaykum, tayyorman. Xo'p, bunda sizga birinchi savol beradigan bo'lsam, texnologiyalar o'rnatish uchun pul kerakmi? Texnologiyalarni o'rnatish uchun Pul kerakmi? ha, kerak. Xo'p, aynan texnologiyani o'rnatish uchun keladigan pulni biz qayerdan olishimiz kerak? O'zimiz ishlab chiqarayotgan narsalardan. Agar texnologiya bo'lmasa, nimani ishlab chiqaramiz? Texnologiya bo'lmasa, texnologiya ishlab chiqarish uchun kerakli bo'lgan moddalarni ishlab chiqaramiz. O'sha moddalar geografik joylashuvga bog'liqmi yo'qmi? Yo'q, uni sun'iy tarzda yaratishimiz ham mumkin. Sun'iy tarzda nima asosida yaratasiz? Sun'iy tarzda Misol keltira olasizmi? Sun'iy tarzda yaratiladigan moddaga misol keltiring. keyingi ikkinchi spikerimiz kerak. Xo'p, rahmat. Xo'p, aynan neft narxi tushib ketsa, iqtisod tushib ketsa, inflyatsiya bo'ladi deyapsiz, to'g'rimi? Albatta. Demak, iqtisodning tushib ketishiga aynan neft narxi tushishi sabab bo'lyapti, to'g'rimi? Neftingiz bo'lsa, uni sota olmasangiz nima Savolga qiladi? javob bering. Iqtisod tushib ketishiga aynan neft narxi tushib ketishi sabab bo'lyapti, to'g'rimi? Ha. Demak, mamlakatni bazaviy iqtisodiyoti neftga asoslangan bo'lsa, agar neft narxi tushsa, iqtisod tushib ketadi. Neftga asoslanmaganda boshqa narsalar ham bor. Aynan siz Venesuelani aytib o'tganingizda, neftning narxi tushib ketishi uni inflyatsiyaga sabab bo'ldi dedingiz. Demak, bu shuni isbotlaydiki, Ya'ni neft narxi iqtisodiy tushsa, tengsizlik geografik joylashuvga aynan bog'liq emasligini isbotlab beradi. Venesuelaning tayanch iqtisodiyoti uning geografik joylashuviga bog'liq. To'g'rimi? Aytyapman-ku, neftingiz bo'lsa, uni sota olmasangiz nima foyda? Demak, Iqtisodiy tengsizlikka geografik joylashuv sabab emas. lekin agar neft narxi sotilayotganda u iqtisodiy jihatdan barqarormidi Venesuela? Yo'q. 2014-yilgacha barqaror edi degan edingiz. Barqaror edi Buni demadim. esda saqlab qolib, xo'p. Yaxshi, Agar yaxshi. mamlakatning boy yoki qashshoqligi ularning xaritadagi o'rni emas, balki boshqaruv bilan bog'liqmi? Albatta boshqaruv. Xo'p, unda nimaga ochiq dengiz yo'llariga davlatlarda xalqaro savdo tufayli rivojlanish, insonning rivojlanishi qadimdan ancha yuqori bo'lib kelgan. Aynan xalqaro savdo yo'lida joylashgan davlatlar. Agar u geografik bog'liq bo'lmasa, Dengizdan uzoq bo'lgan davlatlar boshqa sohada yuksalyapti. masalan, O'rta Osiyo nimada yukselyapti? O'rta Osiyomi? Dengizdan uzoq mamlakat. Dengizdan uzoq bo'lmasa, ishlab chiqarishlari bor. Aynan O'zbekiston nimani ishlab chiqaradi? Shu joyni ishlab olaylik. O'zbekiston O'zbekiston nima ishlab chiqaradi? juda ko'p narsalarni ishlab Masalan, chiqaradi. juda ko'p emas, bizga aynan misol keltiring. O'zbekistonda yashab turib buni bilmaysizmi? Shu sizdan so'rayapman. Uyatli. Keyingi savolga o'taylik. Rahmat. Agar iqtisodiy tengsiz deganda o'zi nimani aynan nazarda tutyapsiz? Iqtisodiy tengsiz deganda insonlar daromad jihatdan teng emasligini tushunaman. Arab mamlakatlari iqtisodiy jihatdan qaysi toifaga kiradi? Takrorlab yuboring. Arab mamlakatlari iqtisodiy jihatdan qaysi toifaga kiradi? Arab mamlakatlari quruqlikda joylashgani bilan, lekin boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarayotgani orqali yuqori. Hop, Arab mamlakatlari Iqtisodiy aynan nimani ishlab chiqaradi? Aynan Arab mamlakatlari aynan nimani ishlab chiqaradi? Arab mamlakatlari ko'pincha sayyohlar orqali yaxshi daromad topadi. Sayyohlarni ishlab chiqaradimi shunda? Yo'q, sayyohlar orqali yaxshi daromad topadi. Faqat Ya'ni sayyohlar. iqtisodiyot faqat ishlab chiqarishdan Hop, iborat. sayyohlarni o'ziga tortadigan asosiy narsa nimada? Rahmat. Sizga ajratilgan vaqt 10 daqiqa. Tayyor bo'lsangiz vaqt ketdi. Assalomu alaykum hurmatli hakamlar hay'ati, Tankibir auditoriya va biz uchun qadrli bo'lishga ulgurgan opponent jamoa. O'z jamoamni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, yuristlar jamoasining 3-spikeri Xayriddinov Behruz, 2-spiker Usmonova Sabina va 1-spiker Kaminey Kamtarin Rizayeva E'zoza. Bugungi munozara mavzuyimiz iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq emas. Pozitsiyamiz inkor. Kriteriyamiz
Mamlakatlarning joylashgan yeri uning iqtisodiyoti uchun tamal tosh. Mavzuning dolzarbligi. Bugungi global iqtisodiyotda davlatlarning iqtisodiy tengsizligi geografik joylashuvning ahamiyati beqiyosligidan namoyon bo'ladi. Va men o'zimning konstruktiv nutqimni taqdim etgan holda birinchi kontur argumentni taqdim etaman. Iqtisodiy tengsizlikning asosiy sababi geografik joylashuvdir. Qaytaraman. Iqtisodiy tengsizlikning asosiy sababi geografik joylashuvdir. Demak, birinchi faktimni keltirib o'taman. Neftning og'irlik darajasi aynan IPI, American Petroleum Institute shkalasi bo'yicha o'lchanadi va bu ko'rsatkich, ya'ni neftni va Venezuelaning nefti quyuq hamda og'ir hisoblanadi. Va Venezuelaning eng yirik zaxirasi hisoblangan Orinoco poyasi, ya'ni Orinoco Oil neft bu IPI darajasi 8 dan 16 gacha bo'lgan neft hisoblanadi va aynan Venezuelaning geografik joylashuv hududida mana shu, ya'ni quyuq bo'lgan, og'ir bo'lgan neft chiqadi. Lekin biz Birlashgan Arab Amirliklariga to'xtaladigan bo'lsak, ularning geografik hududi cho'lli zona bo'lib, ularning nefti eng suyuq neft bo'lganligi uchun ham jahon bozorida talabgordir va bu yerda ham aynan mamlakatning iqtisodiyotiga u joylashgan geografik hudud sabab bo'lmoqda. Manba dunyo bo'yicha neft markalari Venezuela taqqosi Bruno Vendetta tadqiqoti 2026-yil 10-yanvar. Bundan tashqari ikkinchi faktorni keltirib o'tadigan bo'lsam, geografik cheklovlar import qilinadigan texnologiyalar va xomashyolarning qimmatlashtirilgani sababli mamlakat iqtisodiyotida import eksportidan sezilarli darajada ustun turadi. Misol uchun, O'zbekistonning yillik tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi importga qaraganda ancha kam ko'rsatkichni tashkil etadi. Ya'ni 2024-yilda import 39 milliard bo'lgan bo'lsa, eksport esa 26,9 milliardni tashkil etgan. Bunga sabab esa birinchi manbani taqdim etaman. Xalqaro savdo tashkilotining O'zbekistonning iqtisodiy holati tadqiqoti. Bunga sabab esa O'zbekiston eksport qilishi uchun har tomonidan ham kamida ikkita davlatdan o'z mahsulotini o'tkazishiga sabab bo'lganligidan namoyon bo'ladi. Bu ham aynan geografik joylashuvga bog'liq. O'zbekistonda qay darajada ishlab chiqarish, rivojlanish yuksak bo'lmasdan, u chiqargan mahsulotni chetga chiqara olmasa, bu iqtisodiyotni rivojlantirishga ta'sir qilmaydi. O'z nutqimda xulosalaydigan bo'lsam, demak, geografik joylashuv iqtisodiy tengsizlikni belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Ikkinchi kontur argumentimga o'tadigan bo'lsam, geografik joylashuv insonlar to'g'ri foydalana oladigan masala emas. Isbotlayman. Tushuntiraman. Ya'ni geografik joylashuvda insonlar geografik joylashuvni tanlamaydi. Ya'ni insonlar qayerda tug'ilishini tanlamaydi. Ular mamlakatning o'zida tug'iladi va aynan o'sha geografik joylashuvning iqtisodiy rivojlanganlik yoki rivojlanmaganlik darajasiga qarab ularning ham iqtisodiy imkoniyatlari cheklanadi. Isbotlaydigan bo'lsam, Moldova Yevropaning eng qashshoq mamlakati hisoblanadi. Yalpi ichki mahsuloti $19,700 tashkil etadi. Chunki iqtisodi qishloq xo'jaligiga asoslanib qolgan, sabab mamlakat dengizga chiqish imkoniyatidan mahrum va tabiiy boyliklari ham juda ham kam. Manba World Atlas'ning Yevropaning eng qashshoq mamlakatlari tadqiqoti hisoblanadi va ayni paytda esa Yevropaning yana bir mamlakati bo'lmish Germaniya yiliga yalpi ichki mahsuloti $35 trillion tashkil etadi. Manba Yevropaning eng boy mamlakatlari tadqiqoti 2026-yil World Population Review sayti. Bu yerda biz aynan ko'rishimiz mumkinki, Moldovada tug'ilgan inson Moldovaning geografik hududini o'zgartirib qo'ya olmaydi. Ya'ni u uning qo'lidagi narsa emas. Germaniyada tug'ilgan inson esa Germaniyaning dengizga chiqish imkoniyati, dengizlar borligi uchun ham u yerdagi iqtisodiy rivojlanishda yanada rivojlanishi mumkin. Va umumiy xulosa qiladigan bo'lsam, demak, geografik hudud aynan iqtisodiy omilga ta'sir qiluvchi
eng katta sabab hisoblanadi. Chunki geografik hududni insonning o'zi boshqara olmasligi va geografik hudud ham oldindan tanlab berilmasligi mamlakatlarga bu yerda iqtisodiy tengsizlikni keltirib chiquvchi asosiy omildir. Qaysidir davlatlar geografik hududi zo'r bo'lganligi uchun dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari bo'lsa, qaysilari esa aynan geografik hududi noqulay, dengizga chiqmaydigan yopiq mamlakatlar, tabiiy resursi kam bo'lgani uchun qashshoqdir. O'z nutqimni tugataman va hakamlar hay'atidan bizga ovoz berishlarini so'rab qolgan holda chappa rosti savollariga tayyor ekanligimni aytaman. Birdan chappa rosti savollar ajratilgan kuchlarni vaqtida o'zingizga. Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar hay'ati a'zolari, tayinli auditoriya va biz uchun qadrli bo'lgan hammaning jamoa. Men pedagogika jamoasining uchun spikeri Mahmudov Nurson o'zingiz savollarni berishni xohlayman. Shimoliy va Janubiy Koreya bir xil geografiya, iqlim va resursga ega bo'lsa-da, iqtisodiy farq yer bilan osmonchaligiga sabab geografiyami yoki siyosiy tizimmi? Kechirib qo'yasiz, Shimoliy va Janubiy Amerika aynan bir xil geografik joylashuvga ega degan bo'lmasdim, chunki Shimoliy Koreyada ikkita tomondan dengizga chiqish imkoniyati mavjud bo'lsa, Janubiy Koreyada bu 3 ta va bundan tashqari keladigan, ayniqsa dengizdan keladigan kemalar janub tomondan keladi va ular Janubiy Koreyaga kelgan paytda shu yerning o'zida to'xtab qoladi Shimoliy Koreyaga o'tmasdan. Rahmat javobingiz uchun. Dunyoning eng boy va tengsizlik past davlatlaridan biri bo'lgan Singapurning hech qanday tabiiy resursga ega bo'lmagan botqoqlikda joylashgani sizning geografik teoriyangizga yo'qqa chiqadi. Tabiiy resurs emas, bu yoqda ayniqsa dengizga chiqish imkoniyatidagi geografik omil bu yerda katta rol o'ynayapti va bu ham geografik omil. Rahmat javobingiz uchun. Dunyoning istalgan nuqtasida turib, masofaviy ishlayotgan dasturchi yoki tahlilchi daromadi uning geografik koordinatalarga bo'ysunadimi? Buning butun boshli mamlakatning yalpi ichki mahsulotiga, iqtisodiyotiga ta'sir qilishi va juda katta tengsizlikni keltirib chiqarishi ehtimoldan yo'q. Rahmat, tushunarsiz javobingiz uchun. Venesuela dunyodagi eng yirik neft zaxirasiga ega bo'lib turib, tengsizlik botqog'iga botishiga noto'g'ri iqtisodiy model sababchi emasmi? Yo'q, aynan Venesuela joylashgan geografik hududdagi neftning qattiqligi sabab. Rahmat, javobingiz uchun. Birlashgan Arab Amirliklari bundan 60 yil oldin kambag'al sahro bo'lgan bo'lsa, bugun global moliyaviy markazga aylanishiga geografiya o'zgargani sabab bo'ladimi? Savolingiz. Birlashgan Arab Amirliklari bundan 60 yil oldin kambag'al sahro bo'lgan bo'lsa, bugun global moliyaviy markazga aylanishiga geografiya o'zgargani sabab bo'ladimi? Geografiya o'zgargan. Geografik joylashuv o'zgarmagan Birlashgan Arab Amirliklari. Shuning uchun ham aynan geografik joylashuvning iqtisodiy rivojlanishga hech qanday aloqasi yo'q. Rahmat javobingiz uchun. Dengizga chiqish imkoniyati yo'q bo'lgan Shveysariya yoki Avstriya dunyodagi eng yuqori hayot darajasiga ega ekani, geografik cheklovlar shunchaki bahona ekanini ko'rsatmaydimi? Yo'q, isbotlamaydi, chunki Shveysariya bu ekvator chizig'ining, ya'ni shimoliy yarim sharda turadi. Shimoliy yarim shar esa geografik jihatdan eng yaxshi hududlarga ega davlatlar. Hozir dengizga chiqish asosiy manba deyotgan edingiz-ku, men yo'q, tabiiy resurslarni ham aytib ketdim. Singapurda tabiiy resurs bo'lmagani bilan unda dengizga chiqish imkoniyati bor. Geografik omil deyilganda Avstriyada qanday tabiiy resurs bor? Avstriyada tabiiy resurs bor demadim, iltimos javoblarimni noto'g'ri talqin qilmasangiz. Singapurda dedim. Xo'p, unda Avstriyada qanday tabiiy resurs bor? Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar hay'ati a'zolari, tayin speaker, auditoriya va biz uchun allaqachon qadrli bo'lishga ulgurgan opponent jamoa. Men pedagoglar jamoasining ikkinchi spikeri Abdullayev Shohjonaman. Bugungi mavzu iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq emas. Bizning pozitsiyamiz tasdiq va biz bu mavzuni to'laqonli darajada tasdiqlaymiz. Men o'z nutqimlarga batl qilish bilan boshlayman. Opponent jamoaning birinchi spikeri o'z nutqlarida geografik joylashuv iqtisodiy holatga ta'sir qiluvchi asosiy omil ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Ammo bizdagi statistik ma'lumotlarga qaraganda, Yevropa va Markaziy Osiyo global miqyosda taqqoslanganda eng teng huquqli mintaqalardan biri bo'lishiga qaramay, ko'proq fuqarolar hali ham yuqoriga ko'tarilish harakatchanligini boshdan kechirmayapti. Aksincha, quyi tarafga tushib boryapti. O'zlarini tengsizlik tuzog'ida his qilmoqdalar va oldingi avlodlarga qaraganda ko'proq himoyasiz qolmoqda.
ijtimoiy birdamlikni buzayotgan guruhlar o'rtasidagi 4 xil keskinlik aniqlangan. Bular yosh va keksa avlodlar o'rtasidagi tafovutlar, turli kasblarda band bo'lgan ishchilar o'rtasidagi tengsizlik. Manba World Bank Group. Opponent jamoaning birinchi spikeri o'z nutqlarida Moldovada tug'ilgan inson uning geografik joyini o'zgartira olmasligini ta'kidlab o'tdilar. To'ppa-to'g'ri. U geografik muhitini o'zgartira olmaydi, ammo o'zi yashab turgan joyda o'zi sababli o'z iqtisodiy holatini o'zgartira oladi. Tengsizlikka turli nuqtai nazardan qarash mumkin. Ularning barchasi bir-biri bilan bog'liq. Eng keng tarqalgan ko'rsatkich daromad tengsizligi bo'lib, u avvalo aholi orasida daromadlarning qanchalik keng taqsimlanganligini ko'rsatadi. Daromadlar tengsizligi tendensiyalarini hisobga olish uchun nazariya va empirik adabiyotlardan bir-birini kuchaytirish mumkin bo'lgan bir qator omillar taklif qilingan. Bundan texnologik taraqqiyot, tovar narxlari va shu kabi omillar ham muhim rol o'ynashi aytib o'tilgan. G'arbiy Yevropa va Qo'shma Shtatlarda texnologik taraqqiyot o'rta sinf ish o'rinlarining bo'shashiga olib keladi. Ya'ni bu iqtisodiy tengsizlikda geografik joylashuvga bog'liq emasligini yaqqol isboti. Manba International Monetary Fund. Rivojlanayotgan mamlakatlarda o'rtacha hisobda va aholi sonini hisobga olgan holda 1990-2010-yillar oralig'ida daromadlar tengsizligi 11% ga oshdi. Rivojlanayotgan mamlakatlardagi uy xo'jaliklarining katta qismi aholining 75% dan ortig'i bugungi kunda daromadlarning 1990-yillarga qaraganda ko'proq notekis taqsimlanganligi yuzasida jamiyatlarda yashamoqda. Manba UNDP.org. 2021-yil oxirida jahon tengsizligi to'g'risidagi hisobotda global tengsizlikning ko'lami, xususan COVID-19 pandemiyasining ta'sirida iqtisodiy tengsizliklar kelib chiqqan. Manba World Economic Forum. Hisobotda aytilishicha, boylik odamlar aktivlarining qiymati daromaddan yoki ish investitsiyalardan olinadigan daromaddan ham ko'proq konsentratsiyalangan bo'lib, dunyo aholisining eng boy 10% boylikning 70%ga, qolgan yarmi esa atigi 2% ga egalik qilganligini aytib o'tiladi. Manba Guardian.com. 161 ta iqtisodiyotni ko'rib chiqib, Volker va boshqalar hukumatning 70% 2020-2022 yillarda ta'limga 3dan 2 qismi esa yalpi ichki mahsulot o'sishi bilan bir qatorda eng kam ish haqini oshirmaganini aniqladilar va bu ham geografik joylashuvga muhim emasligini bir isboti hisoblanadi. Manba UNSC.org. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq emas. U insonning o'z qobiliyati va o'z iqtisodiy qarashlarini nazorat qilishiga asoslanadi. Men o'z nutqimni yakunlayman. Hakamlar hay'ati a'zolaridan bizning jamoamizga ovoz berishlarini so'rayman va opponent jamoaning har qanday chaparost savollariga tayyorman. Savollar Yana bir bor assalomu alaykum. Iltimos ikkinchi argument, jamoaning ikkinchi argumentini takrorlab o'tasizmi? Yo'q, o'zlaringizning ikkinchi argument. Bizning jamoamizning ikkinchi argument. Demak, biz mamlakatlar tengsizligi haqida munozara qilyapmizmi yoki A va B shaxslar o'rtasida? Biz mamlakatlar tengsizligi haqida munozara qilyapmizmi yoki A va B shaxslar o'rtasida? Biz iqtisodiy tengsizlikka geografik muhit ta'sir qilmasligi haqida suhbatlashyapmiz. Lekin biz ta'sir qilish haqida suhbatlashyapmiz. Men bugungi mavzuni so'radim. Biz mamlakatlar tengsizligi haqida munozara qilyapmizmi yoki A va B shaxslar? Ikkita tanlov bor. Iqtisodiy tengsizlik geografik muhitga
bog'liq emasligi haqida suhbatlashyapmiz. Geografik joylashuvda mamlakatlarni olyapmizmi yoki bitta mamlakat ichidagi shaxslarni? Bir, iqtisodiy tezlikda geografik bog'liq emasligi suhbatlashyapmiz. Rahmat. Mamlakatlar tovarlarni ishlab chiqarish nima qiladi? Tovarlarni, ya'ni ishlab Mamlakat chiqarish ichida bir-biriga sotadi. bitta mamlakat ichida demak ikkita mamlakat yashar ekan. Yo'q, bir-biriga har birimizga qanday kerak. O'zbekiston, rahmat javobingiz uchun. O'zbekiston Xitoyga tovarlarni yetkazib berish uchun qaysi davlatdan o'tish kerak? O'zbekiston Xitoyga mahsulotlarni yetkazib bermaydi. Unda nima qiladi? O'z-o'ziga sotadi, o'z ichiga. Va o'z ichki fuqarolariga sotishi bilan demak O'zbekistonning iqtisodiyoti rivojlanib ketadi. Rahmat. Texnologiya o'rnatish uchun pul kerakmi? Pul qayerdan olinadi? O'zbek so'mi bilan 100 ming o'zbek so'mi bilan $100 AQSh 100 AQSh dollar o'rtasidagi farq qancha? Farq Ancha. Demak, Amerika $100 ancha katta farqda rivojlanib ketayotgan bir paytda O'zbekiston o'zining fuqarolariga mahsulotlarni sotish orqali, ya'ni so'm orqali dunyoning top mamlakatiga aylana oladimi? Iqtisodiy tengsizlik dunyoda iqtisodiy tengsizlik deganda o'zi nima tushuniladi? Iqtisodiy tengsizlik deganda qaysidir pul jihatdan daromadi yoki boy yoki kambag'al. Misol qilib aytamiz. Boy kambag'al bu bizning mavzuda mamlakatmi yoki insonmi? Har taraflama. Geografik joylashuv deganda Vaqt tugadi. Sizlarga vaqt deyishlar. Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar hay'ati, hurmatli tayyibkor, hurmatli auditoriya va biz uchun yaqindan tanish bo'lish bo'lgan abituriyent jamoa a'zolari. Men Toshkent davlat yuridik universitetining rus tarjimasi spikeri Usmonova Sabina bo'laman. Va shuningdek, bugungi mavzumizni yana bir bor eslatib o'tsam, iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq emas. Takrorlayman, iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq emas. Pozitsiyamiz inkor. Navbatda o'z funksiya vazifalaridan kelib chiqqan holatda abituriyent jamoa a'zolarining argumentlarga rebuttal qilishdan boshlayman. Demak, rebuttal jarayonini men dastlab kriteriyadan boshlamoqchiman. Demak, bizning qadrdon inkor jamoasi birinchi spikerlar aytib o'tdilarki, o'sha iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etish geografik joylashuvga emas, balki yaxshi rivojlangan institutsional tizimga bog'liq dedilar. Yaxshi institutsional tizim aslida bu yaxshi siyosat degani, to'g'rimi? Aynan qaysi davlatlarda yaxshi siyosat rivojlangan? Aynan geografik jihatdan qulay, boy shimoliy mamlakatlarda yaxshi siyosat rivojlangan. Nima sababdan? Misol uchun Yevropa mamlakatlarini oladigan bo'lsak, ularning geografik jihatdan joylashuvi bir-biriga, ya'ni ishlab chiqarish orqali olingan mahsulotlarni o'tkazish uchun, aloqa qilish uchun, savdo aloqalarini o'rnatish uchun juda ham qulay hisoblanadi. Demak, o'z-o'zidan bog'liqlik jihatdan qarab o'tishimiz mumkinki, geografik jihatdan iqtisodiy tengsizlik demak ko'proq unga rebuttalni aytadigan bo'lsam, birinchi argumentga nisbatan, ya'ni o'zlarining birinchi argumentlarida texnologik rivojlanish iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etadi, geografik joylashuvni esa inkor qilamiz dedilar. Men shuni keltirib o'tmoqchimanki, ya'ni ilmiy dalillar asosida Science Direct jurnalida 2024-yilda chop etilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamli infratuzilmaning tengsizlikni kamaytirish ta'siri geografik joylashuvga bog'liqdir. Ya'ni raqamli infratuzilmaning o'zi ham aynan geografik jihatdan qulay joylashgan katta boy shaharlarda yaxshi natija bera oladi. Texnologiyaning o'zi ham geografik bo'yicha taqsimlanmoqda. Demak, texnologiya geografiyani hal qilmaydi. U geografik ustunlikni kuchaytiradi. Manba Science.com 2024-yil avgust oyidagi maqolasi. Demak, keyingi rebuttalga o'tadigan bo'lsam, ular o'z nutqlari davomida ikkinchi argumentlarga nisbatan Singapurni misol qilib keltirib o'tdilar. Ya'ni hech qanday geografik jihatdan qulayliklarga ega emas va hech qanday resurslari yo'q deb aytdilar. Lekin Singapur yaxshi rivojlangan, bunga qanaqa munosabat bildirasiz dedilar.
Unga qarshi Singapur dengiz sohasi Singapur iqtisodiyotining asosiy tayanchlaridan biri bo'lib xizmat qilishini aytmoqchimiz va mamlakat yalpi ichki mahsulotning taxminan 7% tashkil qiladi hamda port operatsiyalari, yuk tashish xizmatlari va ular bilan bog'liq tarmoqlarda 170 mingdan ortiq kishini ish bilan ta'minlaydi. Demak, dengiz imkoniyatlari, dengiz sohasidagi imkoniyatlar ham albatta geografik joylashuvga bog'liqdir. Shunday ekan, biz Singapurni aynan hech qanaqa geografik qulayliklarga ega bo'lmasdan turib iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etgan deya olmaymiz. Manba demak, keyingi o'rinlarda o'tadigan bo'lsa, navbatda o'z funksional vazifamni davom ettirgan holatda mustahkamlovchi nutqimni taqdim etaman. Demak, bizning birinchi kontra argumentimiz iqtisodiy tengsizlikning asosiy sababi geografik joylashuvdir. Demak, tushuntiraman. Aynan iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvdan kelib chiqishining asosiy sababi mamlakat qanday hududda joylashgan, ya'ni quruqlikdami yoki suvga chiqish imkoniyatlari mavjudmi, uning tabiiy resurslari bormi yoki yo'qmi, aynan shunga qarab turib rivojlanadi. Isbotlayman. Jahon banki 2024-yil hisobotiga ko'ra Sahro Janubiy Afrikasida dunyo aholisining 16% tashkil etadi. Lekin qashshoqlikda yashovchi odamlarning 67%ni aynan shu hududda ko'rishimiz mumkin. Hozirgi suratda o'rta daromadli mamlakat iqtisodiy farqni bartaraf etish uchun 100 yil kerak bo'ladi. Manba bu Jahon banki rasmiy veb-sayti global qashshoqlikni qisqartirish deyarli to'xtab qoldi maqolasi. Demak, xulosa qilar ekanman, iqtisodiy tengsizlikning asosiy sababi geografik joylashuvdir. Ikkinchi kontrargumentimizga o'tadigan bo'lsam, geografik joylashuv insonlar to'g'ri foydalana oladigan masala emas. Bu kontrargumentimizni tushuntiradigan bo'lsam, aynan shaxs qanday hududda turishini albatta o'zi tanlay olmaydi va bundan tashqari shaxs o'zi tug'ilgan hududda qay darajada bor imkoniyatlardan foydalanmasi albatta geografik jihat uning iqtisodiyoti rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Isbotlayman. Demak, Jahon banki hisobchilarining tadqiqotiga ko'ra, quruqlik bilan o'ralgan bo'lish dunyodagi 31 ta quruqlikda rivojlanayotgan mamlakatdan 16 tasining eng qashshoq mamlakatlar qatorida bo'lishining asosiy sababidir. Manba Jahon bankining dengizga chiqish yo'li bo'lmagan mamlakatlar maqolasi. Xulosa qilaman. Demak, albatta geografik joylashuv insonning o'zini boshqaruvida bo'lmagan jarayon bo'lishiga qaramasdan turib, uning iqtisodiy tengsizligiga sabab bo'lib qolmoqda. Demak, o'z nutqimni xulosaladim va yakunlayman. Abonent jamoat chaqiruv savollarga tayyorman. Assalomu alaykum, hurmatli abonent jamoaning ikkinchi spikeri. Chaparosti savollarimga tayyormisiz? Qazilma boyliklari necha turga bo'linadi? Qazilma boyliklari yoki yer ostidan olinadigan barcha boyliklar, misol uchun o'sha oltin deymizmi, neft deymizmi? Qazilma boyliklari tugallanadigan va tugallanmaydiganlarga ajraladi. Agar qazilma boyliklari tugab qolsa, demak davlat qashshoq bo'lib qoladimi? Yo'q, sababi, ya'ni javob berishni oxirigacha kuta olsangiz, albatta mamlakatning o'sha ishlab chiqarish orqali chiqargan mahsulotlarini dengiz porti orqali yoki boshqa savdo yo'llari, uning qulay geografik joylashuvda joylashganligi orqali ham o'zining o'sha qazilma boyliklari tugashiga qaramasdan boshqa resurslardan foydalanib, o'zining iqtisodiyotini rivojlantira olishi mumkin. Rahmat javobingiz uchun. Dengizga chiqish orqali eksportini amalga oshiradi dedingiz. Dengizdan uzoq davlatlar eksportini qay darajada amalga oshiradi? Aynan o'sha dengizdan yiroqda bo'lgan mamlakatlarda iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etish uchun geografik qulaylik bo'lmaganligi sababli muammolar kelib chiqmoqda. Demak, quruqlikda eksport amalga oshirib bo'lmaydi, shundaymi? Quruqlikda eksportni albatta amalga oshirib bo'ladi, biroq o'sha quruqlikda amalga oshirilgan eksport xarajatlari dengiz orqali amalga oshirilgan eksport xarajatlaridan ko'proq miqdordadir. Ya'ni iqtisodiyotga zarar. Demak, siz dengizga yaqin joylashgan bo'lsangiz ham shu eksportni amalga oshirasiz. Boshqa davlatlar dengizga chiqmasa ham eksport amalga oshirsa bo'ladi. Rahmat. Xuddi shunday, biz eksportni inkor etmayapmiz. Biz balki o'sha iqtisodiyotga zarar keltirayotganligi bo'yicha iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq bo'lsa, nega shaharning o'zida ham boylar, ham qashshoqlar yashaydi? Qaytaramizmi? Iqtisodiy tengsizlik geografiyaga bog'liq bo'lsa, nega shaharda turli xil iqtisodiy jihatdan teng bo'lmagan shaxslar yashaydi? Kechirasiz-ku, biz bugungi mavzumizni aynan shahar ichidagi aholilar bo'yicha emas, global tizimda o'ynayotganligimiz. Shaharlar geografiyaning bir qismi emas? Albatta bir qismi, biroq shahar ichidagi emas, aynan shaharlar bilan boshqa shaharlarni taqqoslay oladigan bo'lsak, albatta savolingizga javob bergan bo'lardim. Rahmat katta, o'zimga kerakli bo'lgan javoblarni oldim.
Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar hay'ati a'zolari, tayinli auditoriya va shu kabi bo'lgan apparat jamoa. Men pedagoglar jamoasining 3-spikeri Mahmud O'rnasa o'z jihatdan mikrofonini boshlayman. Tasdiq bir salomlashdi mavzuni aytdi va shu bilan birgalikda mavzuni aytdi, o'zini argumentlarini keltirib o'tdi. Keys belgiladi 25-asr butun jahon deya o'z manbalarida Venesuelani misol qildi va Singapur kabi davlatlarning naqadar ularning joylashuv, ya'ni geografik joylashuv iqtisodiyotning tengsizligiga olib kelmasligi haqida manbalar bilan to'ldirib o'tdi. Tasdiq 1 va inkor 3 o'rtasida bo'lgan chaqqalaslarga to'xtaladigan bo'lsak, arab mamlakatlari iqtisodiy jihatdan nimani ishlab chiqaradi degan savol bergan edilar. Shunda bizning spikerimiz davlatlar faqat ishlab chiqarish orqali emas, balki boshqa sohalar sababli ham iqtisodiy yuksaladi deya javob berdilar va o'z pozitsiyasini to'laqonli himoya qildilar. Inkor jamoaning birinchi spikeriga to'xtaladigan bo'lsak, ulardan men kaliti so'z ko'rmadim, kaliti so'z keltirmadilar, bermadilar va shu bilan birgalikda birinchi kontrargumentni aytdilar. Ammo birinchi kontrargumentlari aktiv formatga tushmadi. Ikkita fakt aytdilar, undan keyin xulosa berdilar. Bu aktiv formatga tushmadi. Shu bilan birgalikda o'z nutqlari davomida geografik joylashuv insonlar to'g'ri foydalana oladigan masala emas deb keltirib o'tdilar. Ammo bizning ikkinchi spikerimiz o'z debatida davomida buni ham o'z pozitsiyasi orqali tasdiqlab o'tdi. Inkor 1 va tasdiq 3, ya'ni men o'rtamizda, ikkalamiz o'rtasida bo'lgan chaqqalasiga to'xtaladigan bo'lsam, men ularga Shimoliy va Janubiy Koreya deya savol berganimda aynan javob berishni Shimoliy va Janubiy Amerika deya boshladi. Men savolimda Koreya deya savol bergan edim. Shu bilan birgalikda Birlashgan Arab Amirliklari bundan 60 yil oldin kambag'al sahro bo'lgan bo'lsa, bugun global moliyaviy markazga aylanishiga geografiya o'zgargani sabab bo'ladimi desam, yo'q, chunki geografiya o'zgarmaydi dedilar. Albatta, geografiya o'zgarmaydi. Ya'ni iqtisodiy joylashuv hech qanday ahamiyatga, ya'ni iqtisodiy tengsizlikda hech qanday rol o'ynamasligini o'zlarini geografiya joylashuv o'zgarmagan degan javoblari bilan bizning pozitsiyamizga o'tgan holatda tasdiqladilar. Shu bilan birgalikda inkor tasdiq 2 nutqiga to'xtaladigan bo'lsam, salomlashdilar, tanishdilar, mavzuni aytdilar. Birinchi navbatda argumentlariga o'z misollarini keltirib o'tdilar. Yevropa va Osiyo davlatlarida tengsizlik bo'layotganligini aytib o'tdilar. Keyin Moldovada tug'ilgan insonlar o'z iqtisodiy yashash joyini o'zgartira olmaydi, geografik joyini o'zgartira olmaydi dedilar va unga rebuttal sifatida bizning ikkinchi spikerimiz o'zi tug'ilgan joyini o'zgartira olmaydi, ammo o'zi yashayotgan hududdagi iqtisodiy masalani o'zgartira oladi deya rebuttal nutqini berib o'tdilar. Rahmat, tayinli. Shu bilan birgalikda tasdiq 2 va inkor 1 o'rtasida bo'lgan chaqqalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda savol takrorlanishiga keldi. Texnologiyalarni ishlab chiqarish uchun pul kerakmi degan savolni aynan ularning inkor 3 spiker ham tasdiq 1 spikerga bergan edi. Inkor 1 spiker ham bu savolni tasdiq 2 spikerga berdi. Savol-javob natijalarida bizning pozitsiyamizni tasdiq 2 spikerimiz pozitsiyasini to'laqonli himoya qildi. Ularning pozitsiyasiga o'tadigan javoblarni bermadi. Shu bilan birgalikda inkor 2 ga to'xtaladigan bo'lsam, o'z nutqlari davomida rebuttal qilish bilan boshladilar va shunday yuzlandilar. Inkor birinchi spikerning kriteriyasini aytaman dedilar. Afsuski, biz tasdiq pozitsiyada o'ynayotgan edik. Biz inkor emasmiz, biz tasdiq birinchi spikerimiz kriteriya kirgizdi. Rahmat sizga tayinli va buni inkor 1 deb aytib o'tib ketdilar. Shu bilan birgalikda birinchi argumentimizga kirdilar. Uchinchi rebuttalda, ya'ni Singapur haqidagi ma'lumotga manba keltirganlari yo'q. Singapur dengiz sohasi orqali yuk tashish orqali boyidi dedilar, ammo bunga manba keltirib o'tganlari yo'q. Shu bilan birgalikda o'zining ikkinchi kontrargumentiga manba kiritayotgan paytlarda quruqlikda yashovchi 31 ta rivojlanayotgan davlatlar deb aytib o'tdilar. Bu o'z-o'zidan quruqlikda joylashgan bo'lsa ham har taraflama davlat rivojlanishi mumkin ekanligini yana bir bor tasdiqlab o'tdilar. Shu bilan birgalikda inkor 2 va tasdiq 1 o'rtasida bo'lgan chaqqalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda ular biz
savol berdilar, ya'ni neft tugasa davlat qashshoqlashadimi deganda yo'q dedilar. Juda ham to'g'ri. Ya'ni tabiiy boyliklar tugashi davlatning qashshoqlashishiga olib kelmasligini bizning pozitsiyamizga o'tgan holatda tasdiqladilar. Endi men o'yinga o'xshatish sifatida shuni aytishim mumkinki, cho'lda ham millioner bor, megapolisda ham kambag'al bor. Demak, tengsizlikning manzili geografiya emas. Men o'z nutqimni yakunlayman va hakamlar hay'ati a'zolaridan bizning pozitsiyamizga ovoz berishingizni so'rayman. Assalomu alaykum hurmatli hakamlar hay'ati, timekeeper va auditoriya, shuningdek Xorazm lazgisiga raqsga tushishni sevuvchi hurmatli opponent jamoa. Men Toshkent davlat yuridik universiteti yuristlar jamoasining 3-spikeri Xayriddinov Behruz bo'laman va hakamlar hay'atiga shuni aytmoqchi bo'lardimki, men o'zimni tahliliy nutqimni hayolat asosida emas, aynan o'yin asosida amalga oshiraman. Xo'p, birinchi navbatda o'yinni boshlab bergan tasdiq birdan boshlaydigan bo'lsak. Tasdiq bir kriteriya keltirib o'tdilar, bundan tashqari kes qo'ygan 20-asr butun jahon deb aytishlar. Bundan tashqari ular keltirgan argument afsuski bugungi mavzuga mos emas. Biz ularni bugungi mavzuga tayyormi yoki yo'qmi, shunga ham hayron qoldik. Bundan tashqari ular ikkinchi bergan argumentlarni umuman isbotlaganlari yo'q, atrofda gapirganlari yo'q. Ana endi asosiy kesishuv nuqtasi bo'lgan chapparostaga to'xtalgan bo'lsak, tasdiq birga komissiya tomonidan berilgan chapparosta savollarda neft narxi tushib ketsa, iqtisodiyot tushib ketadi degan faktni aytib o'tdilar va Venesuelada va shu joydan bir savol bering, ya'ni neft narxi tushib ketsa, demak iqtisodiyot tushib ketadi. Ha deb aytdilar. Ya'ni bu neftning narxi, ya'ni geografik joylashuv aynan iqtisodiyotga bevosita bog'liqligini isbotlagan holda bizni pozitsiyamiz naqadar kuchliligini isbotlab o'tdi. Bundan tashqari arab mamlakatlari nimani hisobiga rivojlanadi deganda ishlab chiqarishni deb aytdilar. Bundan keyin esa hop ular nima ishlab chiqaradi deb savol berganda ular sayyohlarni ishlab chiqaradi deb javob berdilar. Sayyohlarni ishlab chiqarish mumkinligini biz shu holatda ko'rib o'tishimiz mumkin. Shunday deb aytdilar. Endi esa ochiq dengiz yo'llarida joylashgan mamlakatlar nima uchun tezroq rivojlanadi deganda bunday emas deb yolg'on ma'lumot aytdilar. Lekin umumiy biz bilamizki, ochiq dengiz yo'llarida joylashgan mamlakatlar tezroq va yuqoriroq rivojlanishi tabiiy hol. Bundan tashqari texnologiya olib kelish uchun mablag' qayerdan keladi deganda, mablag' bu moddalarni ishlab chiqarishdan bo'lyapti. Moddalar esa nimaga bog'liq? Aynan mamlakatning qaysi geografik hududda joylashganiga bog'liq va bu ham geografik joylashuvni mamlakatning iqtisodiyotda qanchalik hal qiluvchi rolni amalga oshirishini aytib o'tdik. Bundan tashqari Venesuela misolida aynan neft narxi tushib ketishi ularning inflyatsiya sabab bo'lganligi, ya'ni bu ham geografiyaga oid ekanligini aytib o'tdik. Xo'p, ana endi inkor birga to'xtaladigan bo'lsak, inkor bir tasdiq bir tomonidan keltirilgan argumentlarni haqiqatda kontra argumentlar bilan inkor etdilar. Bundan tashqari ularni juda chiroyli misollar bilan tushuntirib o'tdilar. Xususan ikkinchi kontra argumentlarda Moldova misoli bilan Germaniya misolini aytib o'tgan holda bir-biriga yaqin bo'lsa-da geografik joylashuvi bir-biridan keskin farqlovchi ikki mamlakatni o'rtasidagi iqtisodiy jihatdan farqni ochib berdilar. Bundan tashqari bizning inkor birga tasdiq uchidan berilgan savollarda Birlashgan Arab Amirliklari geografik joylashuvi 60-yilda o'zgardimi deganda yo'q, o'zgargani yo'q deb aytib o'tdilar va bu bilan geografik joylashuvni qanchalik muhim ekanligi, ya'ni geografik joylashuv asosida ishlab chiqarishni o'sishi keyinchalik mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir qilishi, bundan ham ishlab chiqarish o'zi emas, aynan geografik joylashuv asosidagi ishlab chiqarish o'sishi mamlakatda hal qiluvchi rol ekanligini aytib o'tdilar. Bundan tashqari Singapurning ham aynan geografik omilda ekanligini, undan keyin ITga oid savol berdilar, ya'ni ITga oid savol berganlarida tushunarli qilib javob berdilar, lekin shunda ham tasdiq uchun ushbu savolga tushunganlari yo'q. Ana endi tasdiq 2ga to'xtaladigan bo'lsak, rost aytadigan bo'lsak, tasdiq 2 bugungi o'yinda umuman rebatl qilmadi deb aytishimiz mumkin. O'zlarining funksiyalarini bajara olmadilar. Xususan faqatgina o'qib berish holatlarini kuzatdik. Ularda nutq madaniyati borligini shubha ostiga qo'yamiz. Bundan tashqari Moldovada iqtisodiy holat o'zgarmadi deb aytdilar. Ya'ni boylikning qolgan qismi boy ahvolda deb aytibdilar. Lekin bugungi mavzuimiz geografik joylashuvga iqtisodiy tengsizlik bog'liqmi yoki yo'q. Biz aynan shahar aholisini bir-biridan boy kambag'alligini gapirishayotganmiz. Biz aynan mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizlik haqida gaplashamiz. Bu ularning mavzuga umuman tayyor emasliklarini, mavzuni o'zlashtirmaganligini isbotlab beradi. Bundan tashqari ular chapparosta savollarda jangga qurolsiz kirganligini ko'rsatish mumkin. Ya'ni bizning spiker tomonidan, ya'ni tasdiq inkor bir tomonidan berilgan savolda ikkinchi argumentingizni eslatib yubora olasizmi deganda, uzr bilmayman ikkinchi argumentimni deyaptilar. Ular nimani mustahkamladilar, o'zlarini mustahkamlash uchun tutqida biz shunga hayron qoldik. Bundan tashqari ular O'zbekiston Xitoyga umuman tovar yetkazmaydi qabilidagi o'zlarining pozitsiyasini saqlab qolish uchun
uzundan uzoq yolg'on ma'lumotlarni, yolg'on javoblarni berishda davom etdilar va O'zbekiston va Amerika to'qnashuvi o'rtasidagi geografik joylashuvning naqadar iqtisodiyotda muhim ekanligi savolda ham qochishga urindilar, lekin buni eplay olmadilar. Hop, bugungi o'yinga umumiy xulosa qiladigan inkorga to'xtalgan bo'lsa haqiqiy debatni amalga oshirdilar, barcha faktlarni birma-bir inkor etib o'tdilar va bizning pozitsiya naqadar yuksak ekanligini isbotlab berganlarini ko'rishimiz mumkin. Hop, bugungi o'yin haqida umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi o'yinda tasdiq jamoa o'zlari cho'lda o'ynagan kabi o'ynadilar. Biz esa megapolisda emas, aksincha xuddiki Everestning cho'qqisida yuksalayotgan jamoa kabi o'ynagan holda bugungi o'yinda g'alaba qozondik deb hisoblaymiz va hakamlar hay'atidan o'z ovozini bizning jamoaga berishini so'rab qolamiz. Ikkita jamoa o'yin shururini hal qo'yish. Tabriklaymiz, chiroyli o'yin bo'ldi. Apellyatsiya yo'q, afsuski bu turnirda apellyatsiya bo'lsa ham foydasi yo'q. G'olib jamoa apellyatsiya berishi mumkin, nimaga g'olib bo'ldi? Mag'lub jamoa apellyatsiya bera olmaydi. Xo'p, mavzuni o'zlashtirish degan joyi bor, mavzuni dalillarga mosligi bor. Xo'p, dalillarni fakt checking qilishgacha masala yo'q. Chunki mavzuni o'zlashtirganligi mosligini o'zi o'yinni taqdirini hal qilyapti. Texnik boshlanish texnik jihatdan ikkala jamoada ham muammo yo'q. Salomlashyapti, tanishtiryapti, pozitsiyani aytyapti, mavzuni aytyapti. Xo'p, tasdiq bir ikkinchi argumentingizni qaytarib oling, iltimos. O'qib bering, mayli, sizda yo'q edi, o'qib bering. Geografik joylashuv har xil bo'lgan davlatlarda iqtisodiy rivojlanish ham Bunaqa emas. Ochib o'qib bering. Hozir shartda tushgan iqbol oldish. Hakamni aldashga urinishdi. Mavzuga ko'rasiz. Geografik joylashuvdan to'g'ri foydalanish iqtisodiy o'sishga olib keladi deydi. Iqtisodiy tengsizlik bir necha sabablari bor, ammo geografik joylashuv geografik joylashuvdan to'g'ri foydalanish iqtisodiy o'sishga olib keladi. Shundan siz ustun qo'yib yo'l o'tiribsizmi? Yo'q, emas, ha? O'yin taqdiri shu o'zida hal bo'ldimi? E'tiroz yo'qmi? Qolgan jihatini tushuntirib berish kerakmi, kerak emasmi? Keyin sizlarda mavzuni o'zlashtirishda shaxsda o'ynamadingmi? Mamlakatlar, mavzu takror oling. Iqtisodiy tengsizlik geografik joylashuvga bog'liq emas. Endi ikkinchi savol. Ijtimoiy tengsizlikning mavzuga aloqasi bor. Ijtimoiy tengsizlik haqida. Iqtisodiy emas, iqtisodiy qismiga mavzu yo'q. Ijtimoiy tengsizlik gapiramiz. Nimaga? Keyin Covid pandemiya davrida tengsizlik oshib ketgani mavzuga bog'lab berishda bor, lekin mavzuga bog'lab berishda sizlarda muammo. Yaxshi fakt. Yaxshi, zo'r fakt. Bu beradigan fakt shuki faqat bog'lab berishda muammo bor. Chunki geografik joylashuvdan qat'iy nazar Covid kelganda qo'l quruq birdan yondi degan narsani to'liq ochib bermadinglar. Zo'r boshladinglar. Covid pandemiya paytida iqtisodiy tengsizlik bo'ldi, yo'q yo'q. To'liq ochib berishdi. Taraflari ikkita jahon urushlarini olish kerak. Davlat o'rtasidagi urushlar olish kerak. Iqtisodiy tengsizlik kuchayib ketadi. Geografik joylashuvlar emas, davlat o'rtasidagi siyosiy nizolar sababli, urushlar sababli, Iroq urushi, Vyetnam urushi, Afrikadagi urushlar va hokazo urushlar bilan geografik joylashuv zo'r bo'lgan davlatlarga xususiy tanazzul bo'lgan. Mavzuga sal tayyorlangan shu narsalarni olish kerak. Covid ikkita misol shu. Siyosatga aralashib. Yo'q, siyosatga aralashishni o'zini joyi bor. Har qismi boshqa-ku. Hisob mana kriteriyada beryapsizlar, qonunlarda. O'sha yerda o'zida shunday qonunni buzyapsizlarmi, siyosatga aralashib? Siyosiy institutlar va qonunlar deyapsizlar. O'sha yerda o'zida buzgan bo'lasizlarmi shunda? Agar sizga gapingiz o'zingiz shu fikriga qo'shilsa. Yo'q, kriteriya beryapsiz. Juda chiroyli kriteriya beryapsiz va biz kutyapmiz sizdan. Qonunlar, hozirgi siyosiy institutlar, demak, urushlar sabab mamlakatni rivojlantirishga hissa qo'shadigan siyosiy institutlar yo'qolib boryapti. Demokratiya yo'q, misol uchun
ta'lim yo'q, boshqa. Ming nefti zo'r bo'lsa ham, hududi zo'r bo'lsa ham, dengiz atrofi bilan o'ralgan bo'lsa ham, yaxshi qonunlar ishlamagani, siyosiy tuzum yaxshi bo'lmagani sabab qashshoq bo'lib qoldi. Qashshoqligi faktlar bilan. So'zcha aholi joylashgan mana buncha, qashshoqlik darajasi mana buncha, to'yib ovqatlanganlik indeksida mana buncha deb bersangiz, bulardan o'sha fakt bo'lmasdi unga qarshi. Berishi mumkin edi o'zini so'zcha taqqosda. Mana bular bitta hududda, bitta mintaqadagi ikkita davlat solishtirib beryapti. Iqtisodiy jihatdan bir-biriga geografik jihatdan joylashuv qanaqa bo'lishini, Moldova bilan Germaniyani solishtirib beryapti. Sizlar ham xuddi shunga o'xshagan bularni teskarisini qilib berishingiz mumkin. Yo'q, o'ziga urish kerak. Germaniya bilan solishtirib qilishdan xato. Germaniya bir tarafdan dengizga birlamib chiqadigan davlatdan turadi. Moldovaning imkoniyati yo'q. Siyosiy jihatdan ham qisilib qolgan, dengizga o'z mahsulotini chiqara olmaydi. Germaniyaning qulay sharoiti bor, rur zonasi bor, tabiiy ko'mir korlari bor. Moldovada unaqa narsa yo'q. Bergan ma'lumotlardan chaqqonlik qilish mumkin. Umuman foydalanmayapsiz. Germaniya tabiiy boyliklari bilan Moldovani solishtirib bo'lmaydi. Moldovada hech narsa yo'q, to'g'ri. Lekin Germaniyada bor. O'ziga faqat qaytarish kerak. Germaniya tabiiy rur vohasida olinayotgan ko'mir Germaniya iqtisodiyotida 30% beradi. Misol uchun. Tabiiy joylashuv zo'rligi uchun turizm rivojlanib ketgan. Shu qismdan qayta o'ziga qarshi o'xshaysa bo'ladigan joylar ushlamayapsiz. Lekin boshqa misol berish kerak sunnat akalarga. Ikkita hudud olib, shunaqa tasdiq bo'lgan bo'lmagan. Janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreya yaxshi o'xshatishmaydi. Chunki Shimoliy Koreya haqidagi statistik ma'lumotlar juda kam yo'q. Lekin boshqa hududga olib bersa bo'ladi. Misol uchun Janubiy Amerikani olyapsizlarmi? Venesuela atrofida boshqa davlat bor. Misol uchun Panama bor. Misol bular urib berishi mumkin. Yoki Shimoliy Koreya, Shimoliy Amerikani o'zida taqozo Bana respublikalarga olmadinglar. Meksika bilan. Bularning eng kuchli tarafi dengiz bo'lib turibdi. Bana respublikalari hammasi dengiz okeanda joylashgan. Lekin iqtisodiyoti eng qora davlat. Bularning eng ustun tarafi dengizni 5 ta Bana respublikasidan yo'q qilish mumkin. Oxiri o'zi qilayotgan kemani bir cho'ktirdilar, bitta ma'lumotlar shunda ham millioner bo'lishi mumkin, shaharda ham qashshoq bo'lishi mumkin degan. Misol uchun eng qashshoq mamlakat Zimbabve yoki Kongo bo'ladigan bo'lsa, o'sha mamlakatda ham korrupsiya sxema orqali boy odam bo'lishi mumkin. Lekin bu butun mamlakatda iqtisodiy mintaqa bilan tengsizlikni bir-biriga solishtirib beradi. Bitta shaxsni boy bo'lishi, kambag'al bo'lishi va ijtimoiy tengsizlikni o'tib ketib qolishi. Sizlar zo'rayganlar yo'q. Mavzu Biroq sizlar qilgan xatolarni ular anglamadik. Mana shunda. Bir dunyo xatolari bor, ochiq joylari bor, urushga qo'ylarga tushirib o'qishyapsizlar. Yuz ochiq, ishlayib kiyilmagan. Biroq rosa yuzlari bejaksiz kelmadi. Chiroyli yuzi turib ko'kartirmaydi bizda hech qolmasdi. Bu uchun rahmat. sog'liqni saqlashdan, qurilishlardan, texnologik qurilishlardan yoki boshqa yo'nalishlardan ham ketsalar bo'lardi. Tavsiya. Bu mavzuda xohlagancha. O'shada boshqa yo'nalishdan ketsalar osonroqda o'tadi. Qiynalib degan ma'noda aytyapman. Sog'liq borasida misol. Birlashgan Arab mamlakatlari, Arab mamlakatlari 50 yil oldin qanaqa edi? 50 yil oldin qashshoqlar iqtisodiy jihatdan neft topilgandan keyin, tabiiy boyligi topilgandan keyin rivojlanib ketdi degan narsa o'zib bersa bo'ladi. Bu yerda sizlar omad, umuman qaramaslar. Umuman. Ama gapirayotgan hisob ketmaydi. Sizlar hammasi ular yashayotgan yo'q. Rostdan. Shunchaki vazn to'g'ri kelmay qoldi o'zingizda. 80 kilolik boksyor bilan 50 kilolik boksyor harakatda farq bor. Shu sezilib qoldi. Bo'lmasa siz o'zingizni vazningizdagi boshqa boksyor bo'lganda qanchalik ancha qiyin bo'lgan bo'ladi. Lekin umuman olganda yaxshi degan bor, o'yin kelganda. Yana bir e'tiroz qaranglar. Auditoriyada mana yana hamma jamoa bor. Boshqa jamoalarda aytganmiz. Bunda eshitmay qolgan. Manbangizni aytaylik, nomini o'zbek tiliga tarjima qilish mumkinmi? O'zbekchalashtirib olaylik. Iltimos sizlar. Manba masalasi. Sanslar. Bu manba emas, bu jurnallar, gazetalar, to'plamlarni yig'iladigan joy. Siz olayotgan maqola o'sha ichidagi qaysidir to'plam ichidan bo'ladi. Qaysidir jurnalning ichidan bo'ladi. O'sha jurnalni manbasi hadeb bermaysiz, manba ichiga ketadi, birinchidan. Ikkinchidan, Science Direct pullik kim sotib olganini maqolasi topib bergan. Birinchi argument tushuntish qismida beryapsizlar-ku. Birinchi sizda tasdiqlar so'radim. Keyin qaysidir konferensiyani materialini beryapsiz. Konferensiyada kim ta'limchi yurgan bo'lsa bo'ladi.
bog'chaning mudiri ham, bog'chaning tarbiyachisi ham, o'qib turgan odam, kollej talabasi, o'quvchisi ham chiqarishi mumkin-da. Kim u to'plamdagi? To'plamdagi kim? Masalan, nechinchi bet dedingiz, 400-chi shunaqa desizda, odatda professorlarning maqolasi oldinroqda turadi. Orqaga qaytgan menda shubha paydo bo'lyapti, men buni tekshirmoqchiman men. Masalan, saviyaga bola o'shanga qarab. Odatda yana bilmadim. Hamma konferensiyalarda unaqa jonmayman. Lekin bu qandoqdir darajalab chiqsangiz akademik manba. Nimaga manba deymiz biz buni? Science Direct bu xalqaro nuqtai nazardan agar haqiqatdan shu maqola bo'lsa, eng yuqori darajadagi manba. Nature degan jurnal bor, kim bilsa. Olimlar unga maqola chiqarishni umr bo'yi orzu qiladi. Kutadi. Bitta maqola nechta chiqqani Nature'da. Scopus'da Sitecore, ya'ni baholovchi reytingi o'nga tengdan yaxshiroqda. Nimaga? Chunki science bu haligi dahshatli darajada zo'r jurnal. O'lib qoladi agar akademik haqqi olim bo'lsa, u darajasini o'zi aytib turibdi nimaligi. Lancet degan jurnal bor Britaniya. Tibbiyot sohasidagi eng yangiliklar shunda chiqadi. Va eng qimmat jurnal ham shu. Shu hisobga olinglar darajasini demoqchiman. Masalan, ilmga kirgizib olish o'zi maqsad. Konferensiya bu ilmiy emas, ilmiy. Faqat u hali birinchi qadam. Mutlaqo ilmiy emas demoqchi emasman. Bu ilmiy, faqat eng birinchi zveno, eng birinchi pog'on. Shuning uchun agar u bo'lsa, iloji bo'lsa men palon to'plamdagi professor pistonchilik etsangiz boshqa narsa. Tushundingizmi? Savol qoldirmaydi demoqchiman-da, savol kamaytirar ekan narsa. Timing masalasini ko'ringlar o'rtoqlar, timing har doim aytamiz, reglament degani bu timekeeper sanaganda tugatish emas. Ko'rsatayotgan paytda ham reja qolish kerak-da. 6 minutmi, 6 minut, 5 minut, 5 minut. Misol uchun ikkini ko'taryapsiz, hali birinchi argumentingiz boshida yuribsiz, birinchi notda. Sizlarga emas, sizlar orqali butun birinchi notlarning hammasiga yetkazadi. Bu noto'g'ri. Siz nimaga birinchi notdasiz? O'shanga vaqtingiz to'g'rilashingiz uchun. Ikkilarda ham shu e'tiroz, masalan, ikkida bo'lsa rebuttal. Hujum himoya, bo'ldi, boshqa ish yo'q bundoqlarasiz. O'zlikda argument, raqiblikda, opponentlikda argument. Raqibdan boshlasa, raqibni ikkita argumentiga aytaylik, rebuttal qilib o'ziga qaytaman deganda 30 soniya ko'tarilganda, nimasiga qaytadi o'ziga? Xeyr, qayta oladi. Keyin nima qilmoqchi? 30 soniyaga o'zining ikkita argumentda tayyorlab turgan 4 isbotni topmoqchi bo'ladi. Iloji yo'q narsa. Nima deydi? No'xat ketmagan joyga mosh ketmagan joyga no'xat qilib bo'lmaydi. Qiyin masala. Timing shu. Reglament deganda hakam faqat sizni soniyada tugatganingizni, kimdir aytadi, 3 soniya, 5 soniya o'tib ketganingizni hisobga olmaydi. Hammasi jarayonda qanaqa hisob ketyapti. Sizga 2 daqiqa ko'tarilganda inkor ham ko'rib turibdi, yoki inkor ko'tarilganda tasdiq ham ko'rib turibdi. Timing shunda yo'qligini aytsangiz ham bo'ladi shuncha vaqtda. Timing bo'lganda ham qolib ketmasdi. Ya'ni timing degani vaqt nazorat qilish, reglament kamaytirish masalasini aytyapsiz. Siz va siz orqali butun o'tirgan hakamlarimiz uchun ular ham hakamlik qilyapti deshmasa to'g'rimi? Blind olgansiz? Yaxshi, zo'r. Xo'p. Keyin bu narsa oldinlari ancha-muncha e'tibor qaratilardi. Hozir ham menimcha bu tavsiya murojaatlarda, munosabatlarda, chaparoq savollarda, tahvil jarayoni uchrashuvlarda ba'zi bir jumlalar bor, eshitilishi etiketdan sal tashqarida eshitiladi. Bu tuhmatlarning tasvirlari kechirib qo'yasiz. Bu kechirasiz emasda. Kechirib qo'yasiz degani bu aniq kinoya. Siz hali chiroyli kechirib qo'yasiz desangiz ham kinoya. Siz qanchalik toningizni to'g'rilamoqchi bo'lsangiz ham kinoya. Ikkinchi tomon shaxsiyatga tegishtirmasa ham qanday piching ma'nosi borligini, kinoya ma'nosi borligini biladi. Murozalaning o'zi 3 ta asosiy tamoyil, baxtsiz har qanday 3 ta tamoyili bor. Hurmat ehtirom, ilmiylik, shundaylik. Hurmat ehtirom prinsipi hamma nuqtada. O'zingizga nisbatan munosabatda ham hurmat ehtirom prinsipi bo'lishi kerak. Masalan, chiqyapmiz, 3-notlar odatda. Dixotamiya qilyapmiz. Masalan, tasdiq jamoasi dixotamiya qilyapti. Tasdiq bir chiqdi, o'zining argumentlarini berdi. Tasdiq bir siz jamoangizmi? Yoki inkor 2 chiqdi, o'zining rebutallarini berdi. Jamoangizmi? Javob biz ekanligimizni aytib turish kerak-da. Jamoadosh. Jamoat birinchasini spikerimiz, ikkinchi spikerimiz deb aytsa bo'ladi. Shunaqa joylariga e'tibor qarating. Bu mayda detal. Bu endi qarang, texnika, bu umumiy qoida emas, bu texnika. Ichida turgan odam, haligi uyda qurib bo'lgan uy bor, lekin uni bo'yash, qanaqa rang tanlash, masalan, aboy qo'ymoqchisiz, qanaqa guli tushadi, iziga tushish masalasi. Shu mayda nuqtasigacha e'tibor qaratish. Eng yaxshilar ruchkani ana ushlashgacha biladi. Professionallar shungacha rejalashtiradi. Inovatga olinglar. Haqiqiy oxirigacha shu tizimning ichida, munozaraning ichida nima foyda olmoqchi bo'lsa, 3 ta prinsip haqida shakllanishni istaysizmi? Nafas olishingizgacha rejalashtirishingiz kerak. Timing emas, nafas olishgacha. U nima savol bersa, nima javob berishingizgacha taxminan bilishingiz kerak bo'ladi.
Bizda odatda chaparat savildagi odatiy texnika bor, haligi savoldan qochish uchun qo'shimcha vaqt olish uchun eshitmadim degan savolingizni qaytarib oling. Bu ham asli bir martalik texnikada, hamma ishlata olmaydi, tashqi tomondan sezilib turishi kerak. To'g'ri, haqiqatdan eshitmay qolgan bo'lishingiz kerak. Bu uchun sabablar, masalan, savol uzun bo'lib ketdi yoki nimadir haqiqatdan eshitmaslik holati bor. Shunchaki, nima deydi, jargonda aytadigan bo'lsak, maza qilish uchun, vaqtdan yutib olish uchun 3-4 marta bir savol-javobni o'zi so'raydiganlar bor. Eshitmadim, qaytarib oling, eshitmadim, qaytarib oling, eshitmadim, qaytarib oling. E'tibor qaratish kerak bo'lgan mayda-mayda nuqtalar shundan iborat. Xo'p, yana kimdadir nimadir narsa bo'lsa, rahmat. Menda deyarli shu Savollar, fikrlar sizlardan bizga kelsin. Ya'ni 3-spiker qaysi bir layindir o'tdi, kalit so'zga manba bermadilar. O'zi kalit so'z berish majburiy ba'zi ummatda mana shu takomil etdi. Kalit so'z bermadi, kalit so'zga manba bermadi deb shart emas deb aytdi-yu. Tasdiqlash. Ha, tasdiqlash. Kalit so'zga kalit so'z bermadi, kalit so'zga manba bermadi, yana gapiradi. Har o'yinda aytyapti. Tasdiqlovchi bechorada vaqtsin, gapirishga boshqa narsasi qolmadi. U 5 Uzoqchilar, niye u narsaga e'tibor bermaymiz deydi-yu. tasdiqlovchi nima qilish kerak? Bungacha o'zi yetarli holatga yetib kelmadi-da. Tasdiqlovchigacha. Tasdiqlovchiga masala berishmadi, ovqat pishirish uchun. Keyin detatamiyada detalizatsiya masalasi ikkita narsa bor. Detallashtirishda mastefi bor, ya'ni chuqur kirib olish kerak bo'lgan narsasi bor. Ikkinchisi e'tibor qaratilmaydigani bor. Masalan, tasdiq jamoasining inkorda bordi, Shimoliy Amerika bilan Shimoliy Janubiy Koreyani adashtirib bordi. Agar davomida to'g'ri tushuntirib ketgan bo'lsa, bo'ldi. Inkor tasdiqni almashtirib olish tabiiy hol. Chunki 2 kun davomida sizlar ham tasdiq ham inkorda o'ynab bu tabiiy hol. Bunga e'tibor berish umuman ahamiyatsiz, lekin boshqa kesishuv nuqtalaridagi arzimagan detallarni ham olishga harakat qilinglar. Bularni misol uchun texnik xatolarini emas, kesishuv nuqtada ahamiyatsiz qoldirib ketgan joylarni boya tushuntirib berganingiz, o'shalarni olishga harakat qilinglar. Salom bermadi, hurmat bermadi, uni hammasini hakam baholaydi. Salom bermadi, hurmatsizlik qildi, inkorda o'rniga tasdiqni bordi, kalit so'zga manba berdi, bermadi. U kesishuv nuqta emas u. Imkon qadar dixotomiyada kesishuv nuqtalarini ochib beringlar. Sizdan oldingi, misol uchun, tasdiq bo'ladigan bo'lsa, sizdan oldingi 4 ta spiker nutqi davomida ustun kamchilik tomoni. Inkor bo'ladigan bo'lsa, sizdan oldingi 4 ta spikerni ustun kamchilik tomoni kesishuv nuqtalari. Argumentimiz bunaqa dedi, bu bunaqa dedi, bu bunaqa emas. Kesishuv nuqtasi bilan. Kesishuv nuqtasi bo'lishi kerak. Biz argument berdik, bular kontrargument berdi, lekin u kontrargument sifatida ustiga tushmadi. Yoki tushdi bizniki. Chaparasta savolda ilmoqni oldingiz, dixotomiya nimasida bering. Biz mana bunaqa savol berdik, lekin bular mana bunaqasiga javob berdi va bu pozitsiyani o'tishiga olib keldi yoki biz pozitsiyani mustahkamladik deb ochib berishga harakat qilinglar. Mana detalizatsiyada eng nozik taraf mana shu ikkita. Mumkin bo'lgan va majburiy bo'lgan tushuntirib berish kerak bo'lgan yondashuv bor va e'tibor bermaydigan texnik jihatlar. Salom bermadi, tanishtirmadi jamoasini, o'tirmadi, qiyshaydi, menga qo'ng'iraydi. Hakam baholaydi. U siz 5 daqiqa vaqtingiz bor. Bekorga sarflamang. Texnik jihatni bekorga sarflamang. O'sha kerakli bo'lgan qaymog'ini qilib bering bo'ldi. Xo'p, jamoalarga ruxsat. Rahmat o'yin uchun. Endi xuddi shu joyda final bo'lishi kerak. Finalchilarni Endi mazaq tomosha qilishadi. Hammasi maza tomosha